O'rtoqlar, assalomu alaykum. Sizlarga tug'ilani shamollashi qilish haqida video qilamiz dedik. Mana bugun Xudo xolisa videosini olamiz. Bizga kerak bo'ladi. Hammasi odam applikatsiyasida sotiladi. Bularning bittasi mana ampinsilin dorimiz, ikkinchisi tetraksilin, uchinchisi furatsilin dorimiz. Keyin askarbinka ampulaliga tabletkaligini olsangiz ham bo'ladi. Bularning hammasini bitta qilib maydalab, aralashtirib, tug'ilga beriladigan suvga qo'shib ichiramiz. Xudo xolisa natijasi yaxshi bo'ladi. Kuzatib turinglar, biz dorilarni tayyorlab, hammasini ko'rsatamiz sizlarga. O'to'lar shunday qilib olamiz. Sindirib olamiz. Shpritsda tortib olamiz bilan askarbinka. Dorilarimizni maydalab, hammasini suvga qo'shib aralashtiramiz. O'to'lar askarbinchamiz bu shpritsga tortib oldik. Furatsilin, tetraksilin, yana ampinsilinimizni 4 ta qildik biz. Ya'ni har biridan 4 ta tabletkadan maydalab oldik. Ya'ni to'g'ri soniga hisoblab, o'zingizlar kamroq yoki ko'proq qilishingiz mumkin. Buni suvga solib aralashtirib beramiz hozir. Tug'ularimizga yetadigan suv tayyor qilib qo'yamiz. Hozir hammasini aralashtirib suvga beramiz. Mana bu yerda askarbinchamiz tayyor turibdi. Hammasini solib yaxshilab aralashtirib olamiz. Oppoq suvimiz sal rangi o'zgardi, ya'ni dorilar o'zi erib, bir-biriga singyapti, ya'ni to'liq erib qoldi dorilarimizni. Yaxshilab aralashtirib tug'ularimizga beramiz. O'rtoqlar, mana idishlarimiz tayyor. Ikkita banka, ikkita chelak. Mana shuni solib beramiz. Mana ko'shamolarimizga berdik. Ozgina chanqatib bersanglar, xudo xolisi qoldirmasdan ichib qo'yishadi. Ozgina chanqatdik bularni ham. Hammasi ichyapti. Ozgina piqillashib bor edi bo'ladi. Sal shomollaganda hip anaqa bo'ladi. To'g'ri ozgina qoraygan ekan. Buni bularga berib yuboramiz. O'rtoqlar, mana deganalarimizga ham shundan beramiz. Bularga ham shamollashga chidamli baribir ehtiyoj shart bularga ham berib qo'yaveramiz. Bularimiz tuxumli. Tuxum qo'yib turishdi kuniga. Mana o'qaylarimizga ham berib qo'yamiz suvga. Bular ham chanqab turadi. Bularga ham suvni o'sha doridan berdik. Xudo xolisa yaxshi natija bo'ladi.